talabalarga o'z bilim va g'oyalarini namoyon etish uchun katta imkoniyatlar yaratilmoqda. Yurtimizda Kelajak muhandislari nomli ko'rik tanlov tashkil etilmoqda va bu tanlov yoshlarning innovatsion g'oyalarini, texnik bilimlarini hamda ijodkorligini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan. Unda har bir talaba o'zining texnologik g'oyasini, muhandislik ishlanmalarini va yangi loyihalarini taqdim etishi mumkin. Kelajak muhandislari tanlovi ishtirokchilari g'oya, loyiha va ixtirolar yo'nalishlarida qatnashishlari mumkin. Bu tanlovda innovatsion fikrlar, texnologik g'oyalar hamda mutlaqo yangi bo'lgan qurilmalar ko'rinishidagi texnologiyalarni ham taqdim etishlari mumkin. Tanlov turli muhandislik sohalarini qamrab oladi. Bu yerda robototexnika, dron texnologiyalari, mashinasozlik, energetika va boshqa texnika yo'nalishlarida o'qiydigan talabalar o'z loyihalari bilan ishtirok etishlari mumkin.